Assalomu alaykum. Men doktor Boboyev. Bugun sizlar bilan mavsumiy bo'luvchi mavsumiy burun bitishlari, ya'ni hozirgi fan tilida aytadigan bo'lsak allergik rinit, ya'ni polinozlar haqida, uning asosiy sababi va qanday yo'l bilan davolash kerak aslida shu haqida gaplashib o'tamiz. Ma'lumki, har mavsumda, har bahor mavsumlarida, ya'ni aprel-may oylarida va kuz oylari, sentyabr-oktyabr oylarida ko'pchilikda burun bitishlari, aksa urish, yo'tal, xuddi allergiyaga o'xshagan simptomlar yuzaga keladi. Va ular hozirgi kunda allergik kasallik deb hisoblanib, allergiya bo'yicha davo kursini olib borishadi, lekin hech qanday effekt ko'rishmaydi. Xo'sh, asl sababi nimada bu kasallikning? Bu kasallikning asosiy sababi o'tgan mavzularda aytganimizdek, ingichka va yo'g'on ichak o'rtasida ileosekal klapan mavjud deb aytib o'tgan edik. Aynan shu ileosekal klapan, ya'ni sfinkterning funksiyasini buzilishi asosiy sabab hisoblanadi. Xo'sh, bu sfinkter nima hisobiga buziladi? Aynan bahor va kuz oylarida pishiqchilik payti hisoblanadi. Ko'pchilik hali pishib yetilmagan mevalarni iste'mol qilish natijasida bu sfinkter ochilib qoladi. Ya'ni ingichka va yo'g'on ichak o'tadigan qismda klapan ochilib qoladi. Natijada yo'g'on ichakdagi axlat qoldiqlari ingichka ichakka o'tib, ingichka orqali qonga so'riladi va butun tanaga toksinlar tarqaladi. Organizm bu toksinlarni zararsizlantirish uchun organizmga suyuqlikni ushlab qoladi. Natijada suyuqlik ushlash natijasida butun tanada shishlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ya'ni xuddi bu shishlar burun bo'shlig'ini ham doimiy ravishda bitib turishi, doimiy ravishda gaymaritga o'xshagan yonoq sohasida og'riqlar, aksa urish, yo'talish shu kabi simptomlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Xo'sh, buni o'zi asli qanday davolashimiz kerak? Bu o'tgan mavzularda aytganimizdek, bu sfinkterni yopadigan asosiy mahsulot bu xlorofil, ya'ni ko'katlarda bo'ladigan xlorofil moddasi hisoblanadi. Ya'ni biz qancha ko'p ko'katlar iste'mol qiladigan bo'lsak, bu sfinkterni yopib boramiz. Bu sfinkter yopilib boradi. Natijada bu sfinkter yopilish natijasida yuqorida aytgan simptomlar yo'qolib boradi. Ikkinchi tomondan bor, bu Xitoy akupunkturasi bo'yicha, Xitoy meditsinasi bo'yicha meridianlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bu kasallik yo'g'on ichak meridianining funksiyasini kuchayishi va peshob haydaydigan buyrak va siydik qo'pol meridianlarning funksiyasi pasayishi bilan bog'liq. Demak, biz aynan shu yo'g'on ichak meridiani funksiyasini pasaytirishimiz kerak bo'ladi burunni ochish uchun. Bu meridianning oxirgi nuqtasi aynan burun teshiklari ikki tomonda joylashgan. Demak, biz shu sohalarni ikkita tomondagi yo'g'on ichak meridianini stimulab turadigan bo'lsak, unda burunni ochilishi ro'y beradi. Demak, har bir tomondan iloji boricha 4-5 minut davomida soat strekasi yo'nalishida aylantirib turishimiz kerak bo'ladi. Har aylantirgan sari barmog'ingizni chuqurroq botirib boraverasiz. Chuqurroq botirib borgan sari burningiz sekin-asta ochilib boradi. Ya'ni yo'g'on ichak meridiani faoliyati pasayib boradi. Va tez orada ko'rasiz, burunlaringiz ochilganini his qilishingiz mumkin.